Bu qishloqlarni tezroq yeb tugatmasam, ular meni yeb tugatadi. Hozir shu yerdan o'zimga qanaqadir boshpana qurishim kerak. Bo'lmasa bo'lmaydi, chunki ko'chada yurish jonga tegdi. Kimdir ko'rib qolsa, uni yeyishimga to'g'ri kelib qoladi. To'g'risini aytsam, manyak bo'lisham, to'g'risi jonga tegib ketdi. Mana shu yerga kirib olayinchi, hech kim ko'rmasa ekan shu yerda meni. Soat necha bo'lib ketdi? Soat 9 bo'lib ketibdi. Men bo'lsa uxlab yotibman. Nahotki shunchalik ham ko'p uxlayman. Kecha ko'p o'tirib qo'ydimda, o'shaning uchun kamroq Minecraft o'ynashim kerak edi kechasi. Mayli, hozir poliziklarni tezroq yig'ishtirib olayin, bo'lmasa janob mer telefon qilib qaydasan, nimaga soliq to'lamaysan deb yeb qo'yadi. To'xtanglar, avval janob mer yoniga bir borib kelayin, chunki ishim bor. Janob merga pul berib kelishim kerak. Atak janob merga bermasam bo'laveradi. Qarzim ko'p. Do'konchidan ham qarzim bor. Yana boshqa joylardan ham qarzim bor. Xullas, qarz ko'pda. O'shaning uchun qaysi biriga birinchi bersam ekan? Aytgancha men uni qurol ham olgandim. Qalaysan, Jetel? Yaxshi, o'zing tinchmisan? Bo'ladi, rahmat. Sendan qancha qarzim bor? Esimda yo'q to'g'risi. Aniqmi? Ha, aniq esimda yo'q. Voy, jiddimisan, nima urasan? Shunchaki hazillashdim. Hazil shunaqa bo'ladimi? Jiddi voy. Yo, kechirasan. Bu shunchaki hazil edi dedim. Hazil bo'lgandan keyin hazil bo'ladi-da. Yo'q, bu hazil emas. Hazil kulgili bo'lish kerak. Yaramas. Nimaga urayapsan yana? Bu shunchaki hazilning ikkinchi qismi edi. Yo'q, sen juda ham ahmoq bo'lasan. Shunday ahmoqsan. Tushunmadim. Bu yerda qanaqa narsa bor? Hayronman. Kim bu yerga bunaqa narsa qo'yib ketdi? Qanaqadir eshikmi? Nimadir bor ekan bu yerda. Tushunmadim. Ustiga ham chiqib bo'lmayapti. Lekin mana bu narsani sindirib ham bo'lmayapti. Qanaqasiga? Bu yerga kirishning iloji yo'q. Kim bu yerga bunaqa narsa qurib ketdi? Hayronman. Bu bloklar titilmayapti hattoki. Yo'q. Menimcha bu yerga qanaqadir sirli narsa o'rnatilgan bo'lishi mumkin. Balki bizni qishlog'imizda tok bilan ta'minlaydigan elektron transformatormi, shunga o'xshaydigan nimadir o'rnatilganga o'xshayapti. Hozir janob merdan so'rab ko'raman. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum. Nima gap? Mana bu yerga nima qurilgan? Bilmadim, men ham shunga hayronman. Nima qilamiz? Axir uni bloklar sinmayapti. O'ylab ko'rish kerak. Sizda qanaqadir reja yo'qmi? Reja bor. Qanaqa reja? Menga server parolini bering, serverni buzib kiraman hamda bloklarni tizib tashlayman. Xo'p, mayli, parolni Telegramga yuborib qo'yaman. Xo'p, bo'ladi, unda Telegramga yuborib qo'ysangiz, men ko'raman. Aytgancha sizga qarzimni olib kelgandim. Qanaqa qarz? Qarzga pul olgandim sizdan shekilli. Hozircha shart emas, keyin bersang ham bo'laveradi. Mayli, unda menga parolni bersangiz, server parolini tezroq o'sha joyni buzib ko'rardim. Hozir men parolingizni deyapman, Telegramga yuborib qo'yaman. Xo'p, Telegramga yuboring. Obbo, qanday qilib o'tsak bo'lar ekan, lekin juda ham g'alati. Bunaqa joy avval bu yerda yo'q edi. To'g'ri, kecha yo'q edi. Bir kunda qanaqasiga paydo bo'lib qolishi mumkin. Hozir albatta kirib tekshirib ko'raman. Kirka, belkurak va boshqa narsa kerak bo'lmaydi. Belkurakni o'zi ham kerak bo'lmas ekan, chunki yer qazilgan, faqat qattiq blok qo'yilgan. Hozir kirka bilan urib sindirib ko'raman. Agar rostdan ham sinmaydigan bo'lsa, serverni buzishimga to'g'ri keladi. Janob mer, parolni yubordingizmi? Yubordim. Avval shunchaki sindirib ko'r. Agar sinmasa, keyin paroldan foydalan. Mayli. Tak, hozir qandaysiga ochib ko'rsam bo'ladi bu yerni. Tak, sinmayapti-yu. Obbo, parolni ishlatishimga to'g'ri keladi shekilli. Yo'q, baribir sinmayapti. Hayronman. Bloklarning hech biri sinmayapti. Yo'q, nimadir bo'lgan. Menimcha har bitta blokni sinmasligi uchun unga blok qo'yib chiqishgan. Ya'ni sinmaydigan taktika qo'yishgan. Atrofidagi bloklar ham hattoki sinmayapti. Mana bu yer sinar ekan. Bu yoqdan u yog'i sinmayapti. Hayronman. Nimaga bunaqa qilishgan? Juda ham g'alati. Mayli, hozir janob merdan olgan parolimni sinab ko'rishim kerak. Lekin qanday ishga tushirishni esimdan chiqazib qo'ydim. Menimcha serverni notebook orqali ishga tushirishim kerak. Ya'ni serverga birinchi kiraman, kirganimdan so'ng esa o'sha yerdagi parol orqali, ya'ni menga janob mer bergan parol orqali bemalol buzib kirsam bo'ladi. Notebookni olib boraman o'sha yoqqa. Notebook ulanishi kerak 100%. Ulanmasa esa bo'lmaydi. Nimani stolni menga kerak yo'q. Shunchaki notebookimni yerga qo'yib bo'lsa ham foydalanaman, chunki u notebook liboy joyga qo'yib foydalanib ketsa ham bo'laveradi. Mana polizni ustiga qo'yamanmi yo yerga mana shu yerga qo'yib qo'ysam ham bo'laveradi. Tak, janob mer nima deyapman? Janob mer bergan parol Joha 98. Tushunmadim. Nimaga men nomimni qo'ygan? Janob mer nima uchun aynan Joha 98?
Jo'xa seni noming 98 esa 98 qishloq degani. Ha, tushunarli. Lekin noto'g'ri dedi-yu. Noto'g'ri dedimi? Ha, noto'g'ri deyapti. Demak, noto'g'ri tergansan. Qanday bo'ladi to'g'risi? Sabr qiling, men ko'rib olaychi. Hozir J katta harfda ekan. Ha, bo'ldi hozir. Men barchasini kichkina harfda tergan ekanman. Bo'ldi, endi ochilib qolgan bo'lsa kerak. Tak, bloklar sinyapti. Juda ham ajoyib. Da, rostdan ham server parol ishlar ekan. Endi ichkariga kiraman. Bu yerda qanaqadir eshik bor ekan. Qanaqa eshik ekan bu? Ustini oyna bilan yopib ketishgan. Tushunmadim, qanaqa eshik ekan? Atrofida ochiq joylari bor ekan. Balki qanaqadir bunkermi, shunga o'xshaydigan narsa bor ekan. Bunker, nahotki bu yerda kimdir bunker qurib ketgan bo'lsa, notebookni olib ketaman, chunki agar ichkarida qolib ketadigan bo'lsam, o'shanda ochaman. Bunkerda kodi ham menimcha Jo'xa 98 bo'lsa kerak. Tak, hozir sindiraman qulfini. Tak, bo'ldi, ochildi. Jo'xa 98 parol orqali ochilar ekan bu ham. Oho, pastlikni qaranglar. Tushish uchun bu yerga narvon kerak-ku. Voy, tushib ketadigan bo'lsam dabdala. O'y, boshda aylantirib yuborar ekan, uni qaranglar. Boshim aylanib ketyapti. Bu yerda suvlik joylar bor ekan. Qanaqa suvlik ekan, tushunmadim. Mayli, hozir to'xtanglar-da. Birinchi janob merdan borib narvonlarni olib kelayin. Narvon bo'lmasa bu yerdan chiqish anchagina problema bo'ladi. Chunki tushishga suv ustiga tushishim mumkin, lekin chiqishga keyin qayerga chiqaman? O'shani o'ylash kerak. Janob mer, sizda narvonlar yo'qmi? Narvonmi? Bilmadim, hozir ko'raychi. Faqat tezroq ko'ring, chunki u yerda qanaqadir g'alati chuqurlik bor ekan. Qaytib chiqishimga narvon kerak bo'lyapti. Hozir 2 sekund kutib turishga iloji bormi? Mana ola qol. Bo'ldi janob mer. Mana pullarni olib qo'ying, sizga bermoqchi edim baribir. Bo'ldi, o'chirib qo'yaman qarzingni. Xo'p. Tak, endi bu yerni ochaman va pastga asta tushish kerak. Bu yerda suv bor, ko'ryapsizlar, pastda. O'sha suvga bir amallab tushib olsam, keyin chiqishda narvonlar qo'yib chiqsam ham bo'laveradi. Suvga aniq sakramasam, boshqa joyga tushadigan bo'lsam, qani. Okey, suvga tushdim, juda ham ajoyib. Yaxshi ham suvga tushdim. Agar suvga tushmaganimda dabdala bo'lardi. Bu yerda olmos bor ekan. Yo'q, boylik. Olmoslarni albatta qazib olib chiqib ketaman, chunki bunaqangi boylikni keyinchalik topish problema bo'ladi. Hech qayerda yo'q-da olmos o'zi. Tepalik qismlarda mana bu yerda temir bor ekan. Juda ham chuqur qazilgan. Hattoki bedrock qavatigacha yetib borganga o'xshayapti. Yaxshi ham bedrockga yetib bormagan ekan. Agar bedrockga borganda keyin bedrock qavatini ham qazishimga to'g'ri kelarmidi bilmayman. Mayli, hozir tezroq tepaga chiqib olsam bir amallab, keyin esa bu yerda narvon bor ekan, ya'ni eshik bor ekan. Bu yoqqa chiqish oson bo'lar ekan. Bo'ldi, endi qaytib pastga tushishim kerak yana. Narvondan tushib boraymikan, suvga sakraymikan? Suvga sakrasam tezroq tushaman. Xo'p, okey, juda ham ajoyib. Endi bu yerdan noto'g'ri qo'yib yuboribman narvonni. Mayli, bu yerdagi olmoslarni olib ketayin. Bunaqa boyliklarni keyinchalik topishim menimcha juda ham qiyin bo'ladi. O'shaning uchun tinchgina olib ketaman. Olib borib janob merga bersam, menga qo'shimcha oylik haqqi to'lar. Bu yerda lazorilar bor ekan. Yo'q qo'ysa bo'ladi, lazorilarni bilasizlar albatta. Temir, bu yerda qanaqadir labirintga o'xshaydigan joy bor ekan. Fakellar bilan yoritilgan. Bu yerda ham qanaqadir eshik, tushunmadim. Qanaqa labirint bu? Qayerga kirishim kerak? Men tushunmayapman. Bitta fakelni olib olayin qo'limga. Ya'ni bu fakel emas, redstonedan yasalgan narsa. Bu yerda oltin bor ekan, oltinni ham olib ketaman. Chunki qancha ko'p boylik olib ketsam, shuncha yaxshi bo'ladi. Bu yerga o'zi boyish uchun tushganim yo'q. Bu yerdagi qanaqa joy ekanligini aniqlashga tushdim. Ya'ni qanaqa bunkermi, qanaqa joy ekanligini bilsam, borib janob merga bu haqida aytaman. Keyin esa birgalikda aniqlaymiz bu qanaqa joy ekanligini. Bu yerda oxiri yo'q yo'llar. Bo'shi ber ko'cha deydi-yu. Bu yerda ham shunaqa yo'llar bor ekan. Lekin qayoqqadir kirib ketyapman. Qaytish esa qiyin bo'lishi mumkin. Yaxshi, bu yerda yo'lni oxiri yo'q ekan. Endi esa kirib kelgan joyimni topib chiqishim kerak. Qayerdan kirib kelganim esa esimdan ham chiqib ketdi. Menimcha mana shu tomondan kirib keldim. O'z boshqa joyda yo'l yo'q ekan. Bu yer yopiq. Qanaqadir g'alati ovozlar kelyapti. Balki kimdir yashar bu yerda. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Kim yashashi mumkin axir? Bu yerga kira qolay, mayli. Keyin esa narigi tomonlarga ham kirib chiqaman. Bu yerda juda ham ko'p teshiklar bor ekan. Xo'p, bu yerda aylanma yo'l ekan, demak, oxiri yo'q. Bu labirintlarni yomon ko'raman, chunki u yerda oxiri yo'q yo'llar juda ham ko'p. Adashib qolishim esa hech gap emas. Qayerdan kelgandim? Mana bu tomondan kelgan ekanman. Bo'ldi, topdim. Mana uni esa bu tomondan kirib chiqdim. Qaysi tomon? Mana shu tomon qoldi shekilli. Bu yerdan ham kirib ko'raman. Oxirida hech qanaqangi narsa yo'q. Va bu yerda lazorilar bor ekan.
adashmasam lazuriy, yo'q lazuriy emas, redstone esimdan chiqib ketdi, lazuriy deb yuboribman. Bu qanaqa blok? Olmos emas, boshqa blok. Mana bu yerda olmos bor ekan. Olmoslarni albatta olib ketaman. Aytganimdek bunaqa boylikni keyin tushunmadim. O'lasan? What the? Kim edi u? Tushunmadim. Qanaqadir odamni ko'rgandek bo'ldim. Qanaqadir yetilga o'xshar ekan, o'lasan deb yozilgan ekan. Kim ekan bu? Sizlar ko'rdinglarmi? Obunachilar kommentariy yozinglar. Kim edi bu? Tushunmadim. Qanaqadir yetilga o'xshaydigan odam, lekin nimaga bu yerga o'lasan deb yozilgan? Kim meni o'ldirmoqchi yoki boshqa kishini o'ldirmoqchimi? Hayronman. Balki yetellarga uyushtirilgan tuzoq bo'lishi mumkin. Yetellar o'rniga men kelib qo'ydim. Yo'q, menimcha hech qanaqa yetellarga oid narsa emas. Bu yerda qanaqadir g'alati hodisa yuz berdi. Qochib ketdi bu tomonga qarab kim bo'lsa ham. Lekin kim edi bu? Menimcha qanaqadir manyak yetelga o'xshadi, chunki ovozi ham o'xshayapti. Qanaqadir tomog'i qirilgan yetelning ovoziga o'xshab qilib yotibdi. Menimcha rostdan ham manyak yetel. Yaxshi tezroq tepaga chiqqanim ma'qul. Bu yerdagi lazuriylarni olib ketayin. Bu bloklar menga juda ham kerakli narsalar. Xo'p, qaytib bunaqa shaxtani qayerdan topaman keyinchalik hayronman. Janob merga tezroq bu narsalarni yetkazib berishim kerak. Lekin manyak qayerga qochib ketdi? Menimcha labirintdan chiqqani yo'q. Chunki bu labirint juda ham nima desam ekan, tartibsiz holatda qurilgan. Teshiklari juda ham ko'p. Qaysi biriga kirib ketganini esa anglash juda ham qiyin bo'lyapti. Mayli, keyinchalik aniqlashga harakat qilib ko'raman. Hozir esa tezroq chiqib janob merga mana bu rudalarni berayin. Va evaziga menga janob mer pul beradi. Chunki bunaqa rudalar qishlog'imizga juda ham katta foyda keltiradi. Ya'ni qishlog'imizda soliq qo'mitasiga to'laydigan solig'i bor. Ya'ni qishloq soliq, o'sha soliqni to'lashga yordam beradi. Nimagadir bo'ldi, chiqib bo'lar ekan. Mana chiqdim. Mana bu eshikni hozircha yopib qo'yaman. Bu yer shu holatda tura tursin, keyin yopamiz. Janob merga manyak haqida aytishim kerak. Janob mer, men u yerga tushdim. Xo'sh, nima bo'ldi? Bir ikkita mamlaqa rudalar topib oldim. Keyinchi, u yerda labirint bor ekan. xo'sh, nima qilding? Labirintdan o'tdingmi? Ha, lekin u yerda qanaqadir yetelni ko'rdim. Qanaqa yetel? Og'zi qanaqadir qonli, yana ha degan ovoz chiqaradi. Ha, u manyak yetel adashmasam. Men uni kecha tunda ko'rgandim. Nahotki tunda ko'rgan bo'lsangiz menga xabar bermadingiz? Xabar bermoqchi edim, lekin to'g'risi telefonim eshikda qolib ketgan ekan. Eshikka chiqishga esa cho'chidim. Yo'q, bunaqa qilishingiz mumkin emasdi axir. Mayli, keyinchalik manyakni izlab ko'raman va iloji boricha yo'q qilishga harakat qilaman. Obunachilar, sizlar ham manyakni ko'rsanglar agar menga xabar qilinglar. Men esa qurolim bilan tezroq borib manyakni yo'q qilishga harakat qilaman. Hozir esa biroz dam olayin. Juda ham charchab ketdim.